Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, barcha-barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz. YouTube ishqibozlari. Azizlar, bugun 2026-yil 17-mart sanasi yana bir foydali, manfaatli sizlar uchun videorolik qilyapmiz. Santexnika do'koni ish faoliyati olib boryapti. Men ana shu magazindan navlab bor va uning manzili haqida sizlarni tanishtirib o'tchakman, qadrdonlar. Manzilni eslasak, yana shu Yangilik tuman markazidan, svetofordan kelishingizda yana Urganch avtobus tayankasi Gunda bozor, bebozorni ro'parasida bo'ladi, qadrdonlar. Santexnika do'koni. Agarda bu yerdan avlab bor didon bo'lsangizlar, qadrdonlar, Sarvar studiyasi hamma bilgan, shuni yonboshida bo'ladi Santexnika do'koni. Endi ayni dam bahor, dalalarda, bog'larda ishlab boshlandi. Belkuraklar har xil xohlagan turingizdagi cho'tkalayni, katman deysizlarmi, panshaxa deydi bizda, tarchava deymiz. Shular ish qilib xo'jalik uchun, ro'zg'or uchun kerak bo'lgan qo'l qoplayni, misol uchun, sipsa, hamma narsa ish qilib, qadrdonlar. Ustalarimiz uchun ham shu o'rinda ber ham qurilish mollar do'koni, ham oila uchun kerak bo'lgan barcha asbob anjomlar bor bo'lgan do'kon. Qisqacha men sizlarga ko'rsatib o'taman, qadrdonlar. Nazoslar deysam, shu ekranda ko'rib turgan hamma narsalaringiz Moh Ramazon munosabati bilan kelishilgan narxlarda, qadrdonlar, savdo qilinadi. Egalari aytib turibdilar. Asosiysi manzil, azizlar. Mana shu manzilda siz xohlagan hamma narsalaringiz bor, qadrdonlar. O'zi kichkina bo'lishidan qaramasdan, ustalarimiz uchun nasoslar deysizlarmi, demak, har xil Bolgarga doshlar deysizlarmi, disklar, shu bilan birgalikda hamma narsalar bor ekan, stroy material do'konimizda, magazinimizda. Qadrdonlar, bemalol manzilni eslatdik. Xudo xohlasa kelishlaringiz mumkin. Moh Ramazon munosabati bilan, Navro'z munosabati bilan kelishilgan narxlarda savdo-sotiq qilamiz deb buyuribdilar. Yozganlarga qaramasizlar deydi. Aksiya qilgan holda Xudo xohlasa savdo qilamiz dedi do'kon egalari. Manzil o'sha video oldinda eslatdim. Kelaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like'larni bosasizlar. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, iltimos. Chunki videolarimiz kengroq tarqalishi uchun bu juda katta ahamiyatga ega. Musofirda yurgan qadrdonlar, yurtdoshlarim, yildoshlarim, imorat qilaman va imoratimda stroyka qilaman, qurilish qilaman degan ham bog'da ishimandan yurtdoshlarimizga yuborib qo'yasizlar. Ular uchun kerakli bo'lgan hamma narsalar shu magazinda bor, qadrdonlar.